Qizlarjo'lar, menda malochkosini olmaganman. Menda umuvashkasi bor. Men birinchidan umuvashkasi bilan yaxshilab betimni yuvaman. Yuvib bo'lgandan keyin toneri bor. Tonerimda namlayman betimni. Namlantirib qo'yaman. Undan keyin ночной дневной krem bor. Bularni surtishdan oldin namlantiruvchi bironta krem surtib olaman betimga pitательный. Undan keyin kunduzi bo'lsa, kunduzgi kremni surtaman, вот dnevной ustidan. Kechqurun bo'lsa, mana kechqurunga retinol kremni surtib yotaman. Обязательно ko'z atrofi kremini oldin surtib olaman. Namlantiruvchi krem bilan. Keyin bularni ishlataman. Mana shunaqa. Mana sizda malochkosi bor ekan, malochkosi bilan birinchi betingizni yaxshilab tozalab artib olasiz. Undan keyin umvashkasi bilan yuvinasiz. Umvashka bilan yuvilib bo'lgandan keyin namlantiradigan toneri bor. Buni chayqab, ozgina qo'lingizga qo'yib, betingizga namlantirasiz. Yana bir повтор aytyapman. Undan keyin namlantiradigan krem, ko'z atrofiga krem surtib, keyin kunduz bo'lsa kunduzi, kechki bo'lsa kechki kremni surtib, bemalol yurasiz.